Xullas qarindoshlar, Xitoylik qarri qizni ko'rsatib berish bo'yicha qo'l uchun ham maska chiqibdi. Yetmaganiga u maska oqartirar ekanmushdi. Bizg'atimda buni sinab ko'rish kerak. deb turib, o'sha maskadan Xitoydan atigi 3000 so'mga zakaz qildim qarindoshlar. Qanaqa ekan bu maska? O'ttasidan chiroyli qilib kesgandan keyin mizdekkina bo'lgan maskani kiyib oldim qarindoshlar. Ikkala qo'limga ham yaxshilab kiyib olganimdan keyin qarindoshlar, yuz uchun maskani bilardim. Qo'l uchun qachon maska chiqishga ulgurdi? Menga shuni aytinglar. Maskalar qo'limda 20 minut turgandan keyin yechishni boshladim. Aytgancha bu echki ustidan qilingan maska. Shu sababdan qo'llarni oqartirar ekan. Dashi Kleopatra ham har kun ertalab echki ustiga cho'milar ekan, oqaraman deb. Rezultatni qaranglar qarindoshlar. Realni qo'llarim oqartirib berdi-yu bu maska. Kamerada rezultati unaqa zo'r bo'lib ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin, lekin hayotda qo'lim rangini ikki xil qilib qo'ydi. Menga juda ham yoqdi bu maska. Hammasidan hamcha qarindoshlar, bu maskani Xitoydagi narxi yoqdi. Atigi 3000 so'm. Xullas qarindoshlar, hozir shu va shunga o'xshagan mahsulotlarni to'g'ridan-to'g'ri Xitoydan zakaz qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, sizni 2 kunlik bepul darslik kutmoqda. Profilim shapkasidagi aynan mana shu link orqali bepul darslikka marhamat qarindoshlar.